Agar siz yoki yaqinlaringiz Sovet davrida, ya'ni SSR vaqtida ishlagan bo'lsa, bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang. Chunki ko'p pensionerlar o'z pensiyasini olayotgan bo'lsa ham eski ish staji, arxiv hujjatlari, ish haqi ma'lumotlari yoki noto'g'ri hisoblangan davrlar sababli ularga tegishli bo'lgan pulni to'liq olmayotgan bo'lishi mumkin. Men bugun aynan shu masalani oddiy tilda, lekin mutaxassis sifatida batafsil tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga ham tegishli. Chunki ko'pincha keksa odamlar hujjat yig'ish, arxivga murojaat qilish yoki pensiya bo'limiga borishda yordamga muhtoj bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumot kimningdir pensiyasiga real ta'sir qilishi mumkin. Avval qanday edi? Ko'p odamlar pensiyaga chiqqanda qo'lida mehnat daftarchasi bo'lgan. Unda qayerda? Qachon qanday lavozimda ishlagani yozilgan. Pensiya tayinlashda asosan shu mehnat daftarchasi, ish staji va ayrim holatlarda ish haqi haqidagi ma'lumotnomalar asos qilib olingan. Lekin SSR davridagi korxonalar, zavodlar, kolxozlar, sovxozlar, qurilish tashkilotlari, idoralar va tashkilotlarning ko'pi bugun mavjud emas. Ba'zilari nomini o'zgartirgan, ba'zilari tugatilgan, ba'zilari xususiylashtirilgan. Ba'zilari esa hujjatlarni arxivga topshirgan yoki umuman tartibsiz saqlagan. Mana shu yerda muammo boshlanadi. Pensionerning mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr xira. Ishga kirgan sanasi bor, lekin bo'shagan sanasi noto'g'ri yozilgan. Korxona nomi qisqartma bilan yozilgan, lekin bugun bu qisqartma nimani anglatganini hech kim bilmaydi. Yoki odam 1942 yildan 1991 yilgacha ishlagan, ammo pensiya hisobida faqat 5 yil tan olingan. Yana bir holat, ayol kishi bir necha yil bolani parvarish qilgan, keyin ishga qaytgan, lekin bu davrlarning qaysi bir stajga kirishi, qaysi bir kirmasligi aniq tekshirilmagan. Hozir nima o'zgardi? Eng muhim o'zgarish shundaki, eski ish stajini qayta ko'rib chiqish, arxiv hujjatlarini tiklash, mehnat faoliyatini tasdiqlash va ayrim hollarda pensiya miqdorini qayta hisoblash masalasi ancha dolzarb bo'lib qoldi. Davlat idoralari ham hujjatlarni raqamlashtirishga, arxiv ma'lumotlarini tartibga solishga, fuqarolarning murojaatlarini elektron tarzda qabul qilishga o'tmoqda. Bu esa SSR davrida ishlagan pensionerlar uchun kutilmagan imkoniyat bo'lishi mumkin. Men buni syurpriz deb atayman. Chunki ko'p odamlar o'zida qo'shimcha staj yoki tasdiqlanmagan ish haqi davri borligini bilmaydi. Natijada pensiya qayta hisoblanganda ba'zan oz bo'lsa ham, ba'zan esa sezilarli darajada oshishi mumkin. Eng avvalo, pensiya miqdori odatda bir nechta omilga bog'liq bo'ladi. Umumiy ish staji, ish haqi ko'rsatkichlari, imtiyozli davrlar, ayrim kasblar bo'yicha yengilliklar, hujjatlarning to'g'ri rasmiylashtirilgani va pensiya tayinlangan vaqtdagi qonunchilik talablari. SSR davrida ishlagan pensionerlar uchun eng katta masala shuki, ularning haqiqiy ishlagan yillar bilan pensiya hisobida tan olingan yillari bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, bir erkak kishi 1976 yilda zavodga chilangar bo'lib kirgan. 1932 yilgacha shu joyda ishlagan. Mehnat daftarchasida 16 yilga yaqin staj ko'rinadi. Lekin pensiya tayinlanganda zavodning 1938 yildan keyingi hujjatlari topilmagani uchun faqat 12 yil tan olingan. Agar u arxivdan qo'shimcha ma'lumotnoma topsa, korxona borisi bo'lgan tashkilotdan tasdiqlovchi hujjat olsa yoki sud orqali ish faoliyatini tasdiqlasa, bu 4 yil qayta qo'shilishi mumkin. 4 yil oddiy ko'rinishi mumkin. Lekin pensiya hisobida ba'zan aynan shu 4 yil muhim rol o'ynaydi. Yana bir misol. Ayol kishi 1997 yildan 1997 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan, keyin farzandli bo'lgan, keyin 1990 yilda yana ishga qaytgan. Pensiyaga chiqqanda faqat mehnat daftarchasidagi uzluksiz ish davri hisobga olingan. Ammo bola parvarishi, farmon asosidagi ta'til, keyingi qaytish yozuvlari yetarli tekshirilmagan. U o'z hujjatlarini qayta ko'rib chiqsa, ayrim davrlar qonuniy asosda stajga qo'shilishi yoki hech bo'lmaganda pensiya ishda to'g'ri aks ettirilishi mumkin. Kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi navbatda mehnat daftarchasida xatolik, o'chirilgan joy, tuzatish, xira muhr, noto'liq sana, noto'g'ri ism familiya yozuvi bo'lgan pensionerlar. Masalan, pasportda Abdullayeva deb yozilgan, mehnat daftarchasida esa eski yozuvda Abdullayeva yoki Abdullayeva bo'lishi mumkin. Bunday kichik farq ham ba'zan hujjatni qabul qilishda savol tug'diradi. Ikkinchi navbatda kolxoz, sovxoz qurilish boshqarmasi, geologiya
temir yo'li, zavod, kombinat, paxta tozalash korxonasi, tibbiyot, ta'lim, harbiy qismga yaqin xizmatlar kabi joylarda ishlaganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki bunday tashkilotlarning hujjatlari ko'pincha turli arxivlarda bo'ladi. Kimlar unchalik xavotirlanmasligi mumkin? Agar siz pensiyaga chiqqaningizda barcha ish davrlaringiz to'liq kiritilgan bo'lsa, mehnat daftarchangizda xatolik bo'lmasa, pensiya bo'limi sizga stajingiz va ish haqingiz bo'yicha hisob-kitobni tushuntirib bergan bo'lsa, hozir ham pensiya hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, unda katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin men baribir hujjatlarni bir marta tekshirtirishni tavsiya qilaman. Chunki odam ko'pincha hammasi joyida deb o'ylaydi. Ammo pensiya ishida bir davr umuman kiritilmagan bo'lishi mumkin. Raqamlar bilan oddiy vaziyatni tasavvur qilaylik. Pensioner 30 yil ish stajiga egaman deb o'ylaydi. Pensiya ishida esa 26 yil tan olingan. Farq 4 yil. Agar bu 4 yil arxiv hujjati bilan tasdiqlansa, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Yana bir holatda odamning staji to'liq, lekin ish haqi haqidagi ma'lumotnoma eng past davrdan olingan. Masalan, 1940 yildagi oylik maoshi past bo'lgan. 1947-1990 yillarda esa u brigadir bo'lib ko'proq olgan. Agar qonunchilik doirasida foydaliroq ish haqi davrini tanlash imkoniyati bo'lsa va hujjat topilsa, bu ham pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Bu yerda men bir narsani aniq aytaman. Har bir holat alohida ko'riladi. Hammaga bir xil qo'shimcha pul beriladi degan gaplarga ishonmang. SSR davrida ishlaganlarning hammasiga avtomatik katta ustama chiqadi degan xabarlar ham ko'pincha bo'rttirilgan bo'ladi. Aslida masala hujjatda, stajda, ish haqi tasdig'ida va qonuniy asosda. Kimning hujjati to'liq bo'lsa, kimda qo'shimcha davrlar tasdiqlansa, kimning pensiya hisobida xatolik topilsa, o'sha odamda real o'zgarish bo'lishi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Mehnat daftarchasidagi yozuvning o'zi har doim ham yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar yozuv aniq sanalar to'liq lavozim ko'rsatilgan, buyruq raqami bor va muhr o'qiladigan bo'lsa, odatda bu kuchli dalil. Lekin yozuvda muammo bo'lsa, qo'shimcha hujjat talab qilinadi. Bunday hujjatlarga ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shatish buyrug'i, shaxsiy varaqa, ish haqi vedomosti, arxiv ma'lumotnomasi. Korxona tomonidan berilgan tasdiqnoma kirishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, korxona tugatilgan bo'lsa hujjat yo'q degani emas. Ko'p odamlar zavod yo'q bo'lib ketgan, endi hech narsa qilib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Aslida korxona hujjatlari tuman, shahar, viloyat yoki idoraviy arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Masalan, sobiq kolxoz hujjatlari tuman arxivida, yirik kombinat hujjatlari viloyat arxivida. Temir yo'l yoki maxsus idora hujjatlari esa alohida idoraviy arxivda saqlanishi mumkin. Shuning uchun birinchi rad javobidan keyin to'xtab qolmaslik kerak. Uchinchi nozik jihat, familiya, ism. Otasining ismi o'zgargan bo'lishi mumkin. Ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgaradi. Erkaklarda ham pasport almashganda yozuvlar farq qilgan holatlar bor. SSR davrida ruscha yozuv, kiril yozuvi, keyinchalik lotin yozuvi sababli bir ism turlicha ko'rinishda rasmiylashtirilgan. Masalan, Yo'ldoshev bir hujjatda Yuldashev, boshqasida Yuldashev bo'lishi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, pasport ma'lumotlari, arxivdan berilgan izohli ma'lumotnoma yordam beradi. To'rtinchi nozik jihat, hamma davr ham avtomatik ish stajiga kirmaydi. Odam biror joyda ishlab, keyin uzoq tanaffus qilgan bo'lishi mumkin. Harbiy xizmat, o'qish, bola parvarishi, kasallik varaqasi, mavsumiy ish, shartnoma asosidagi ish kabi davrlar qonunchilikka qarab turlicha baholanadi. Shuning uchun men o'sha yillarda band edim degan gapning o'zi yetarli emas. Uni qanday hujjat tasdiqlaydi? U davr pensiya stajiga kiradimi? Qaysi tartibda kiradi? Mana shu savollar muhim. 5-nozik jihat. Ish haqi hujjatlari ko'pincha staj hujjatlaridan ham qiyin topiladi. Mehnat daftarchasi odamning qayerda ishlaganini ko'rsatadi, lekin qancha oylik olganini ko'rsatmaydi. Pensiya miqdoriga esa ayrim hollarda ish haqi ham ta'sir qiladi. Shuning uchun arxivdan faqat falon ishlagan degan ma'lumotnoma emas, balki imkon bo'lsa ish haqi vedomoslari bo'yicha ma'lumotnoma ham so'rash kerak. Masalan, 1906, 1907, 1908 yillardagi oylik maoshlar saqlangan bo'lsa, ular pensiya ishida foydali bo'lishi mumkin. 6-nozik jihat, imtiyozli kasblar. Ba'zi kasblarda og'ir, zararli yoki alohida sharoitda ishlaganlik
sababli pensiya masalasida yengilliklar bo'lishi mumkin. Masalan, kon sanoati, kimyo ishlab chiqarishi, metallurgiya, ayrim tibbiy lavozimlar, pedagogik faoliyat. Maxsus transport yoki zararli sexlarda ishlash kabi yo'nalishlarda lavozim nomi juda muhim. Mehnat daftarchasida shunchaki ishchi deb yozilgan bo'lsa, bu yetarli bo'lmasligi mumkin. Aniq lavozim, sex, ish sharoiti va buyruq hujjatlari kerak bo'ladi. Shuning uchun agar odam zararli sharoitda ishlagan bo'lsa, buni albatta alohida tekshirtirish kerak. 7-nozik jihat. Sud orqali tasdiqlash. Agar arxiv hujjati topilmasa, lekin odamda boshqa dalillar bo'lsa, ayrim hollarda sudga murojaat qilish mumkin. Masalan, eski kasaba uyushmasi bileti, ish haqi kartochkasi, mukofot yo'llig'i, guvohlarning ko'rsatmasi, harbiy bilet, tibbiy ko'rik hujjatlari korxona tomonidan berilgan eski guvohnoma yordam berishi mumkin. Lekin sudga borishdan oldin pensiya bo'limi yoki malakali yurist bilan maslahatlashish kerak. Chunki har bir dalilning kuchi turlicha. Endi nima qilish kerakligini aniq qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam, uyda bor hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport, pensiya guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa, tasdiqlovchi hujjatlar. Eski diplomlar, harbiy bilet, ish joyidan berilgan ma'lumotnomalar, mukofot yo'lliqlari, kasaba uyushmasi bileti, ish haqi haqidagi eski qog'ozlar, hammasini bitta papkaga soling. Hujjat eski, sarg'aygan yoki yirtilgan bo'lsa ham tashlab yubormang. Ba'zan eng oddiy qog'oz muhim dalil bo'lib chiqadi. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchasini diqqat bilan tekshiring. Har bir ish joyi bo'yicha 3 narsani ko'ring. Ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, buyruq raqami va sanasi. Keyin muhr va imzo bor yo'qligini tekshiring. Agar 1979 yilda ishga kirgan bo'lsangiz, 1905 yilda boshqa lavozimga o'tgan bo'lsangiz, 1997 yilda ishdan bo'shagan bo'lsangiz, bu davrlar ketma-ket va tushunarli yozilgan bo'lishi kerak. Agar biror joyda bo'shliq bo'lsa, masalan, ishga kirish bor, ishdan bo'shash yo'q, bu davrni tasdiqlash kerak bo'ladi. 3-qadam, pensiya bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz yashaydigan hududdagi pensiya organiga borib, pensiya ishingizda qaysi staj davrlari hisobga olinganini bilishni so'rang. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma ariza bering. Arizada mening pensiya hisobimda qaysi ish davrlari inobatga olingani, qaysi davrlar inobatga olinmagani rad etilgan bo'lsa, sababi ko'rsatilgan holda ma'lumot berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Shunda siz taxmin bilan emas, aniq ma'lumot bilan harakat qilasiz. 4-qadam. Arxivga so'rov yuboring. Agar pensiya bo'limi mana bu davr tasdiqlanmagan desa, o'sha korxona joylashgan tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Arizada imkon qadar aniq ma'lumot yozing. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, ishlagan korxona, nomi, lavozim, taxminiy yillar, korxona joylashgan manzil. Masalan, 1993 yildan 1990 yilgacha Toshkent viloyati. Chirchiq shahridagi falon zavodda tokarlik lavozimida ishlagan davrimni va ish haqi ma'lumotlarini tasdiqlab berishingizni so'rayman deb yoziladi. Qanchalik aniq yozsangiz, arxiv xodimlari topishi shunchalik oson bo'ladi. 5-qadam, ish haqi bo'yicha alohida so'rov bering. Ko'pchilik faqat staj ma'lumotnomasini so'raydi. Men esa alohida ravishda ish haqi vedomoslari bo'yicha ma'lumot ham so'rashni tavsiya qilaman. Chunki ish haqi ma'lumoti pensiya qayta hisobida foydali bo'lishi mumkin. Agar arxivda barcha yillar saqlanmagan bo'lsa ham ayrim yillar topilishi mumkin. Masalan, 1977, 1978 va 1909 yillar bo'yicha ma'lumot bor. 1990 yil yo'q. Borini olish kerak, chunki ba'zan qisman hujjat ham yordam beradi. 6-qadam. Hujjatlarda ism yoki familiya farqi bo'lsa, oldindan izoh tayyorlang. Nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, eski pasport nusxasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlarni qo'shing. Agar arxiv ma'lumotnomasida ism biroz boshqacha yozilgan bo'lsa, arxivdan hujjatlarda shunday yozuv uchraydi degan izoh berishni so'rash mumkin. Bu pensiya bo'limida ortiqcha savollar kamayishiga yordam beradi. 7-qadam, rad javobini ham saqlang. Arxiv hujjatlar saqlanmagan deb javob bersa, bu ham muhim qog'oz. Chunki keyingi bosqichda, masalan, sudga murojaat qilishda yoki boshqa dalillarni yig'ishda bu javob kerak bo'lishi mumkin. Hech qachon rad etishdi, demak bo'lmadi deb tashlab qo'ymang. Rad javobi keyingi yo'lni ko'rsatadi. Boshqa arxivga murojaat qilish kerakmi? Korxona vorisini izlash kerakmi? Sudga borish kerakmi yoki qo'shimcha hujjat kerakmi? 8-qadam.
pensiyani qayta hisoblash bo'yicha yozma ariza bering. Qo'lingizda yangi arxiv ma'lumotnomasi yoki qo'shimcha hujjat paydo bo'lsa, uni shunchaki papkada saqlab qo'ymang. Pensiya bo'limiga olib boring va pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqishni so'rab ariza yozing. Arizada yangi aniqlangan ish staji va ish haqi ma'lumotlarini pensiya ishimga qo'shib, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Asl nusxalarini esa ehtiyot qiling. 9-qadam. Hamma murojaatlarni ro'yxatdan o'tkazing. Agar idoraga ariza topshirsangiz, kirim raqami qo'ydiring yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oling. Elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlang. Bu juda muhim, chunki keyin men murojaat qilgan edim degan gap o'rniga qo'lingizda aniq dalil bo'ladi. 10-qadam. Shubhali vositachilardan ehtiyot bo'ling. Men pensiyangizni 2 barobar qilib beraman. Arxivdan hujjatni pul bilan chiqaraman. Hammasini tanish orqali hal qilaman degan odamlarga ishonmang. Hujjat tiklash va pensiya qayta hisoblash qonuniy yo'l bilan bo'lishi kerak. Siz rasmiy ariza, rasmiy javob, rasmiy ma'lumotnoma bilan ishlang. Agar pulli xizmat kerak bo'lsa, faqat qonuniy advokat yoki yuridik maslahatchiga murojaat qiling va to'lov hujjatini oling. Birinchi misol, 72 yoshli pensioner erkak 1990 yillarda qurilish boshqarmasida ishlagan. Pensiyaga chiqqanda faqat 7 yil tan olingan. Chunki mehnat daftarchasidagi bitta yozuvda muhr xira bo'lgan. Farzandi arxivga murojaat qilgan, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari topilgan. Natijada qo'shimcha 3 yil staj tasdiqlangan. Bu uning pensiyasida katta inqilob qilmagan bo'lsa ham, baribir har oy qo'shimcha pul olishiga sabab bo'lgan. Eng muhimi, u o'z haqqini tiklagan. Ikkinchi misol. Ayol kishi 1976 yillarda tikuvchilik fabrikasida, keyin 1990-1995 yillarda maktabda ishlagan. Pensiya ishida fabrikadagi davr bor, lekin ish haqi ma'lumoti eng past ko'rsatkich bilan hisoblangan. Arxivdan 1994-1996 yillardagi ish haqi vedomosti topilgan. U yillarda u yuqori razryadli tikuvchi bo'lib, oddiy ishchidan ko'proq oylik olgan. Hujjat taqdim etilgach, pensiya qayta ko'rib chiqilgan. Bu yerda asosiy saboq shuki, faqat staj emas, ish haqi hujjati ham muhim. 3-misol, sobiq sovxoz ishchisi mehnat daftarchasini yo'qotgan. U pensiyaga chiqqanda ayrim davrlar isbotlanmagan. Keyin eski hamkasblari, arxiv javoblari, sovxozning tugatilgani haqidagi hujjatlar, kasaba uyushmasi bileti va boshqa dalillar yig'ilgan. Bunday holat murakkabroq bo'ladi, ba'zan sudgacha boradi. Lekin bu umuman iloji yo'q degani emas. Men ko'p hollarda odamlar aynan sabr va tartibli hujjat yig'ish orqali o'z davrlarini tasdiqlaganini ko'rganman. 4-misol, pensionerning mehnat daftarchasida 1910 yilda lavozimi master deb yozilgan. Lekin aslida u zararli sexda ishlagan. Agar faqat master degan yozuvga qaralsa, imtiyozli sharoit ko'rinmaydi. Lekin sex nomi, lavozim yo'riqnomasi, korxona buyruqlari, attestatsiya hujjatlari topilsa, masala boshqacha ko'rilishi mumkin. Shuning uchun zararli yoki og'ir ishda ishlaganlar oddiy staj tekshiruvidan tashqari aynan ish sharoitini ham tasdiqlashga harakat qilishi kerak. Birinchi xato. Odamlar pensiya bo'limiga og'zaki borib, og'zaki javob bilan qaytadi. Bu noto'g'ri. Har doim yozma murojaat qiling. Ikkinchi xato, faqat bitta arxivga so'rov yuborib, hujjat topilmasa to'xtab qolish. Ba'zan hujjat boshqa arxivda bo'ladi. 3-xato, mehnat daftarchasidagi kichik xatolarga e'tibor bermaslik. Kichik farq katta muammo tug'dirishi mumkin. 4-xato, asl hujjatlarni begona odamga berib yuborish. Asl hujjat sizda qolishi kerak. Nusxa bilan ishlashga harakat qiling. 5-xato, internetdagi mish-mishlarga ishonish. Har bir xabarni rasmiy manba, pensiya organi yoki yurist orqali tekshiring. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Agar pensiya qayta hisoblangan taqdirda ham qo'shimcha pul qaysi sanadan boshlab to'lanishi masalasi alohida tartibga ega bo'lishi mumkin. Ba'zi holatlarda ariza berilgan kundan, ba'zi holatlarda boshqa qonuniy asosdan kelib chiqib hisoblanadi. Shuning uchun menga 20 yil oldingi hamma farqni to'lab berishadi deb oldindan xulosa qilmang. Lekin bu murojaat qilmaslik kerak degani emas. Aksincha, qancha erta tekshirtirsangiz shuncha yaxshi. SSR davrida ishlagan pensionerlar uchun asosiy syurpriz shundaki, eski ish staji, arxiv hujjatlari va ish haqi ma'lumotlari qayta tekshirilganda pensiya ishida ilgari hisobga olinmagan davrlar aniqlanishi mumkin.
Bu hamma uchun avtomatik oshirish degani emas, lekin hujjati bor. Staji noto'g'ri hisoblangan yoki ish haqi ma'lumot topilgan odamlar uchun real imkoniyatdir. Men sizga tavsiya qiladigan eng muhim ish mehnat daftarchangizni tekshiring. Pensiya bo'limidan yozma ma'lumot oling. Arxivga aniq so'rov yuboring va har bir hujjatni tartib bilan saqlang. Agar sizning oilangizda SSR davrida ishlagan pensioner bo'lsa, bu videoni ularga ko'rsating. Kommentariyada yozing, siz yoki yaqinlaringiz qaysi yillarda, qaysi sohada ishlagan, pensiya stajida muammo bo'lganmi? Men bunday savollar asosida keyingi videolarda yanada aniqroq mavzularni tushuntiraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Chunki pensiya, nafaqa, staj va hujjat masalalaridagi har bir yangilik oddiy odamning cho'ntagiga bevosita ta'sir qiladi.